Assalomu alaykum azizlar, yana bir assalomu alaykum. Mana Habillo o'rtamiz ham judayam bir ajoyib insonda. Mana mashqlarni boshlab oldilar. Birgalikda yayov yurdik, 5000 qadamdan ko'p. Endi hozir qo'l harakati, oyoq harakatlar. Endi bu o'zimiz uchun ekanda. O'zimiz uchun. Agar kasal bo'lib qolsangiz, yaxshi ko'rgan farzandingiz bir kun qaraydi, 2 kun qaraydi. Keyin odatiy hol bo'lib qoladi. Shuning uchun o'zimiz uchun harakat qilaylik azizlar, kasal bo'lmaylik. Mana mashg'ulot bilan band. Alaykum assalom. Qanday his qilyapsiz o'zingiz mana? Mana oyoqlar, qo'l harakatlari, mana. Sog' bo'ling. Sog' bo'ling. Mana bular davra suhbat qilishyapti bular sport haqida. Endi o'sha guruhda sport sog'lom yanada yuksaltirish haqida mana suhbat qilishyapti. Ma'lumot yoki Nuroniy nomli sport klub sport sog'lomlashtirish guruhida shug'ullanuvchilar Nuroniy nomi. Endi ichiga 5-6 ta yoshlar ham kirishi mumkin degan bo'lib qolaveradi. Nuroniy ikkinchi sport maktabi xos. Sizlar qaysi nimaga qatnashasizlar bolalar? Dzyodogami? Qanchadan qatnashasizlar? Men masalan 6 yildan. 6 yildan buyon? Bularchi? 3 yil. Bular bilan o'rtada inaqmisizlar ya. Chempion bo'ldingmi? Chempion bo'ldingizmi? O'zbekiston chempionati. O'zbekiston chempion. Otizmi? Aziz. Yana bormi O'zbekiston chempionatida bormi yana? Faqat sizlar hozir, ha? Xudo o'zi kelajakdan sizlardan juda ham kuchli sportsmenlar kutib qolamiz inshaalloh. Sog' bo'linglar, ha bolalar. Mana Habillo yana davom etyaptilar, mana ukamiz. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar.